She'ring nomi xalqim. Allohga shukr. Ayol bu iymoni bilan go'zal. Boriga shukr, ibosi bilan go'zal. Alloh bergan farzand-yu aytgan allalari bilan go'zal. Bir qo'lida dunyoni va bola 5 kun tebratar go'zal. 18 yil ota-onam boqib turmushga chiqadi ayol. Shu vaqt ichida bor yo'g'ini ota-ona qiz uchun sochi kelar qator omonatin berar ota-ona. Surib hayol. Haqiqatni yozaman, bir oila bo'larlar, kelin kuyov. Osmonlarda uchar endi kelin birla kuyov. Sahar shipirarlar ostona-yu hovlini birga ikkovlon. Endi o'zgaradi sochi bo'lib qaynona ham. To'rida o'tar xonadon ko'rki bo'lib qaynota ham. Hash-pash deguncha tug'iladi erkalab nabira. Mevasidan shirin mag'zi muncha biron nabira. Paxtabod tuman ko'chalari, tor ko'chalarda nabiralari bor ko'chalar. Qaylardadir bolalarga zor, lekin bizning bobolarning ko'p nabiralari bor. Nabiralarning assalomu alaykum degan kalomi bor. 6000 kishi sho'rin qilaman desam hokim. Deputatga aytsam gap o'tmas jim. Biz o'zimiz ish yo'rin qilamiz. Axir bizda ko'zada chiqadigan yo'q jin. Muhtaram yurtboshim, sizga dardim aytaman. Afsus bitmasdan hasrat bilan qaytaman. 10 yildan beri arizalar yozarman, bu hokimlarga yoparlar. Haqiqatni aytsam ikki turib qoparlar.